Xo'p, sanaga ikkita yo'li bor o'sha bookmap tekin olishni. Birinchisi mana bu. Shu qo'yib ko'rdim, kirmadi. Hozir kiryapti. Mana buni bosganimni o'zingiz ko'rdingiz. Mana shunaqa yozuv chiqyapti. Lekin mana bu narsa chiqmadi orqasidan. Ya'ni bookmap 704 bersa and successfully cracked. Shu narsa chiqmadi. Keyin ritmik patch ochdim. Yana bunda successfully deyapti. Bu chiqmadi. Endi men shuni bosib bu yoqqa kirdim. Bookmap ishlayotgan edi. Ishlayotdi, o'zimda ishlayapti. Lekin notebook bilan sizga kompyuteringizda bu bo'lmadi. Bilmadim nima uchun. O'xshamadi. Chiqib bookmap mana chiqdi. Hech narsaga tegmayman. Ok bosdim, kiryapti. Men hech nimaga tegmayman. Bo'ldi. Bookmap kiradi, ishlaydi. Mana ham o'sha ritmik ulangan. Mana o'sha bookmap ishlayapti. Real time. Hammasi ketdi. Connection bosaman, ritmik 2 birini udaletib tashlayman. Add connection bosaman, pastga tushaman, ritmik bor. Bu yoqda ham ritmik ishlayapti, hammasi chotki ishlayapti hammasi. Endi bundan chiqib ketaman. Endi qarang, buni udalet qilaman, bookmapni. Udaletib tashlayman, mana shu keragi yo'q. Ikkinchi usulni o'zimni kompyuterimda qilib ko'rsatib beraman. Xo'p, buni ham o'chirib tashlayman. Ay, bilat, suka. Ishlayapti orqa fonda. Mana. Ketdi, buni ham udaletib tashlayman. Ketdi bu yoqdan ham. Ketdi. Endi men sizga tashlaganim mana ikkitasi. To'g'rimi? Sketchat qilib olaman birinchi buni. Xo'p, buni desktopga tashlab olamiz. Ketdi. Buni ham desktopga. Bo'ldi, chiqdik. Bo'sh TTW. Bookmap jar, bookmapga kiramiz. Birinchi sketchat qilib olaman buni. So'rayapti antivirus. Next. Xo'p, bungacha bo'lguncha keyin ikkinchisi bookmapdan o'tishimiz kerak edi. O'sha registratsiyadan mana bu saytga kirdi, to'g'rimi? Sizga tashib berdim shu Tempmail. Xo'p, mana bu yerda bu o'zi kelib bo'lgan menga. Qilmayman. Mana bu yerda chiqib ketaman, bo'ldi. Menga yangi akkaunt berdi. Ustiga bosdim, copyright bu bo'ldi o'zi. Bookmap deb yozaman. Ketdi, kirdi. Bookmap platformaga kiraman. Started bosaman. Identifikatsiya, ya'ni verifikatsiyadan so'raydi. O'sha mana bu yerda bookmap sketchatda bo'libdi. Yes bosamiz. Bo'ldi. Finish bo'libdi. Xo'p. O'sha bookmap bu yoqda. Kirvazin. Kirdi, hech nimaga tegmaymiz. Bo'ldi, ketdi. Mana kerak emas o'sha. Xo'p, bu yoqda bizga ulangan ulangan data feed bilan bookmap dataga ulangan ekan. Bookmap datani udalet tashlaymiz. Ok bosamiz. Configurations kiramiz. Buni o'chirib qo'yamiz. Buni ham udalet tashlaymiz. Hozircha bo'ldi. Mana bu yerga kiramiz, configurationga kiramiz, add connection. Pastga tushsak ritmik yo'q bizda. Chunki ritmik bilan kollaboratsiyasi tugab bo'lgan. Ritmik yo'q. Bo'ldi. Biz bilib oldik shuni yo'qligini. Ketdi. Mana o'rtasiga bosamiz, chiqib ketamiz. Chiqib ketganimizdan keyin xo'p. Endi nima qilamiz? Chiqib ketganimizdan keyin buni faylini ochib olamiz. Mana bookmap jarni kopirovat qilib olib, mana bu yerga shuni tashib yuboraman. Bo'ldi, mana shuni bosaman. Bo'ldi o'zi. Isho endi bookmapga yana qaytib kiraman. Boya ritmik yo'q edi. Ana shunda paydo bo'ladi ritmik. Ritmik paydo bo'ldi o'zi. Xo'p, o'zi mana ham sezildi, yoqilib qoldi. Kiraman.
Mana bu yerda skip bosib yuboraman. Bo'ldi. Mana bu yerda yana o'chdi ketdi. Cancel bosaman. Mana bu yerda Binance chalab. Hop, add connection bosaman. Pastda endi mana ritmik paydo bo'lib qoldi. Ok bosamiz. Bu Binance nima endi? Hop. Endi bizga qo'sh deyapti Binance o'chiramiz. Bo'ldi. Mana bosamiz. Binance udalib tashlaymiz. Ritmikka o'zi qoldi. Buni bosdik. Ulanmaydi chunki akkaunt ulamadik hali. Hop. Boyagi o'sha ko'rsatgan narsasi просто tak. Mana bu yerda bu mapdagi license key bormi? O'sha birinchi chiqayotgan paytda qilish o'shani aytyapti mana. Hop, bu yerdan ro'yxatdan o'ting. Ro'yxatdan o'tish uchun shu kerak edi mana. Bepul versiyasini olamiz. Keyingisi ketdi. Hop, foydalanuvchi nomini tanlang. Ketdi, bu yoq farqi yo'q. Parolni tanlang. O'zimizga farqi yo'q. Ism farqi yo'q. Buni ham farqi yo'q. Hop, elektron pochta manzil deyapti. Hamtigini shuna copyright qilib olib, mapga tashib yuboramiz. Bo'ldi, telefon raqam 99lik. Ketdi, bunga ham farqi yo'q. Mana mamlakat, Afg'oniston farqi, ko'cha, mashi. Mana bu yerda ham ana ketdi. Street, mana ketdi. Futures'amiz. Keyingisi mana. Bo'ldi. Shu edi. Tizimga kirish bosamiz endi. Buni udalib tashlaymiz. Boyagi Gmail qo'yamiz. Parolni yozamiz. I'm not robot. Mana elektropochta parol noto'g'ri deyapti. Ro'yxatdan o'tib olish shu oddiy bitta elektron pochta bilan deyotganida o'sha. Ro'yxatdan o'tish, bu yoqqa yozamiz. Menimcha mana bu kelgan, yo'q kelmagan. Ketdi уже. Olingan o'rnating, ish stoli bukmamni oling, Mac, Linux foydalanish. Siqib foydalanish tashibdi, mana bu yuklab olish aytyapti, bizga keragi yo'q. Mana bu o'zimizdan profilimizga kiramiz, bo'ldi, просто так. Kirganimizdan keyin bizga o'sha license key kerak. Mana bu yerda mijoz profili turadi. O'sha mijoz profiliga o'tamiz. Bizda o'sha license key turadi, mana shu narsa. Litsenziya kaliti. Bitta kirg'iz olsak bo'ldi, farqi yo'q. Chiqib ketaveraman, bundan kerak yo'q menga. Mana bu volume tools degan narsa bor edi. Qani edi mana volume tools assistant 1.1 versiya 11.0 ekan. Xo'p, bunga kiryapti. Уже mana akkauntlarim bor. Bundan ham esingizda qoladigan bitta Gmail o'ylab topib, o'shani qo'yarsangiz ham bo'lardi, shu lishniy. Bu yoqqa parolni yozamiz. 8z ketdi, kiradi. Kirganimizdan keyin pastga chap tomonda mana pastda ritmik account turibdi. Ritmik accountni bosamiz. Bosganimizdan keyin mana bu chiqazib beradi bizga tablitsa. Bu yoqqa farqi yo'q, to'ldirib tashlayveramiz. Email chiqazib berguncha chiqazib berdi. Email kiritamiz. Parol yozamiz. Yozganimizdan keyin yana o'sha parolni yozamiz. Parolni yozganimizdan keyin bu yoqqa nomer, country farqi yo'q, street farqi yo'q, city farqi yo'q. Farqi yo'q. Torha to'ragan. Ketdi. Bo'ldi. Mana bu o'sha next account creation 5 soatdan keyin yana bitta qila olasan deyapti menga. Xo'p, okni bosdim. I agree. No professional. Mana bu o'sha keldi. Mana shuni bosganimdan keyin keldi. Bo'ldi. Buni bosdim. Yana pastda mana uni bosaman. Bo'ldi. Mana bu bosaman.
Parolimi kirgizaman. Parolni kirgizganimdan keyin bu tasdiqlandi. Уже meni ritmik akkauntim. Bookmapga kiraman. Bookmapga kirib turib, ritmik boya ulangan Gmail yozaman mana bu joyga. Endi pasport bo'ldi managi. Endi ulaymiz. Jarlamanda ham o'xshamayapti. Hmm. Endi bitta yana usuli qoldi. Bunda ham o'xshadi agar. Xo'p, mana bitta device managerga kiramiz. Sizda agar ulangan bo'lsa, mana sitvoy kabel ulangan bo'lsa, notebookda bilmadim lekin. Network adapter chiqib, mana Realtekka bosamiz. Pastga tushamiz. Pastgami? Network address mana shu yerda biz MAC adresimizni almashtirishimiz kerak, chunki ritmik akkaunt MAC adresi eslab qoladi. Yo'q, bunga emas, bunga nimaga kiryapman? Xo'p, MAC adres generate ni bosamiz. Bunga kiramiz. 8A bilan boshlanadiganini yozamiz. Pastga tushamiz. Buni bosamiz. Bizga MAC adres chiqazib berdi. Xo'p, Realtekka kiramiz. Xuddi o'sha joy, mana shu joy. O'chirib yuboramiz-da. OK bosamiz. Bitta internetimiz o'chib yonadi mana pastda. O'chib yonyapti. Endi nima qilamiz endi? Menimcha shu ritmik akkaunt ulanmayotganidan menimcha. Xo'p, bunga kiramiz. Bo'ldi уже bizni o'sha internetimiz ishlayaptimi? Bo'ldi уже MAC adres almashdi. Endi nima qilamiz? itmik.com kiramiz. Kirganimizdan keyin mana bu yerda free turadi 14 kunlik. Kiramiz. Kiramiz. Ro'yxatdan o'tish 14 kun bepul sinov. Kiramiz. Mana copyright qo'yganman уже men. Mana bu yerga ism вообще farqi yo'q. Boyagi o'sha narsalar. Mana bu yerga Gmail. Country, street, city. Bu yoqqa ketdi. W. Shuni bo'lmayapti, almashtiramiz. Ketdi. Next. Hop, endi bizni mana bu yerdan kelgan bo'lish kerak. Mana ritmikdan kelibdi уже. Bu silkani ustiga bosamiz. Bosganimizdan keyin mana bu yerda уже chiqdi. Parolni yozamiz. Ketdi mana. Men roziman, professional bo'lmaganman. Ketdi. Endi yana bookmapga kiramiz. Udalet tashlaymiz. Pastga tushamiz, ritmik tanlaymiz, akkauntni olamiz. 168. Buni bosamiz. Xo'p, endi ulanish kerak adashmasam. Ana, aytdim aka, ulanadi mana. Isqirt mana. Volume tuzdan bo'lyapti ekan aka, mana shu problema. Pidarazda mana shundan bo'lyapti ekan. Nariga ofisga kelib turam, shundan bo'lyapti ekan. Bo'ldi, bookmap chiqib ketdi o'zi otib yuborib qoldi. Endi boshqatdan yana qaytib kiramiz. Kirganimizdan keyin video cho'zilib ketib qoldi. O'zimdan ham ko'ringiz o'chirib tashladim. Narigidan qilib ko'rdim. O'xshamadi, bundan qilib ko'rdim. O'xshadi aka. Xo'p, endi kirsinchi. Hech nima tegmayman. Hokka bosaman. Bookmap ishlayapti. Skip bosaman. Bo'ldi. Binance cancel bosaman. Configuration. Binance ularga tashlayman. Pastga tushaman. Ritmik chiqadi. Account bosaman. Buni bosaman. Parol teraman. Ritmik ulayman. Ketdi mana plus chiqdi. Comex DSG 6.
Bo'ldi aka, bu ham Sweep ishladi. GCJ6Com expires at 5075.9. O'sha gapirib yubordi ham. Endi mana bu yerda add connection, mana bu yerda desktopni bosaman. Desktopda mana TTW Finder. Buni bosaman. Ulandi. Uchovini ham qilib chiqish kerak. Chunki bu ham ancha kerakli sifatli narsa-ki. Bu mana bu yerda ключ so'raydi. Mana shu narsani yozib qo'yishingiz kerak. Buni so'rasangiz tashib beraman men sizga. Mana bu yerda настройкалari bor. Mana bu yerda simvolika o'tkazib qo'yasiz. Sizda mana bu yerda ko'rsataveradi aka. Mana aka, bu ham ishlayapti benda. Shu